Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Jo'rabek Kulnazarov. Ancha yillardan beri mana shu ya'ni passiv daromad, franshiza haqida bir ma'lumotlar ulashlikda bir niyat qilgandik. Xudo xolasa shuni bugunga nasib qilgan ekan. Shuni sizlar bilan bo'lish maqsadida YouTube ga bir manfaatli, foydali bo'ladigan darslikni boshladik. 5 yildan beri imенно franshiza bo'yicha franshizalar qurdik. Imенно franshiza sotib oldik, qurdik, shu yo'nalish bo'yicha shug'ullanib kelyapman. Chunki hayotda men juda ham ko'p bizneslar qildik. Men o'zimda hayotda bitta shiorim bor ediki, biznesda muvaffaqiyatsizlikka uchrashlik, yiqilish deb oladigan bo'lsak, meni shilinmagan joyim bo'lmagan bo'lishi kerak edi degan o'zimda bir shiorim, ya'ni o'zimda bir gapim bor. Nimaga unaqa desangiz, chunki bitta biznes qurishlik uchun, biznes nima uchun qilinadi? O'zingizni yaxshi ko'rgan sohangizni cho'qqiga olib chiqib, ham insonlarga foydali bo'ladi, ham u orqali daromad qilishlik bo'ladi. Chunki bunaqa narsa bor. Avvallari qanaqa bo'lgan? Biznesda doim avlod yangilanadi, biznesda qoidalar o'zgarib turar ekanda. Avvallari qanaqa bo'lgan? Biznesmen, tadbirkor bo'lishlik uchun albatta bir qanaqadir biznesi bo'lishi kerak edi, yo ishlab chiqarishi bo'lishi kerak edi, yo zavodi qanaqadir narsalar bo'lishi kerak edi. O'shandagina sizni biznesmen, tadbirkor deb tan olinardi. Hozirgi kunda tadbirkor, biznesmen yoki bir qo'shimcha daromad qilishlik uchun imенно bir ishlab chiqarishingiz bo'lishi shart emas. Chunki qaysidir sohada rivojlanish bo'lsa, o'sha soha uskilashadi. Mana misol uchun Turkiyada deylik, tekstil sohasi rivojlangan. Endi shu soha shunaqangi rivojlandiki, u sohada uskilashdi. Tekstil sohasida chaqaloqlarda kiyimi alohida, bolalar kiyimi alohida, o'smirlar kiyimi, kattalar, ayollar, erkaklar kiyimi alohida uskilashgan. Ya'ni misol uchun shunaqa borki, ya'ni chaqaloq, ya'ni tug'ildi, 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar do'koni bor. Misol uchun Top and Mind deydi, inson miyasida turadi. Misol uchun Eda Baby degan do'kon bor. Ko'zim tushganini aytaman. Shunday kirasiz, tug'ilgandan to 1 yoshgacha, 1,5 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar kiyimini topasiz. Masalan, unga nima kerak? Soska bo'lsin, koleska bo'lsin, navarojdenkalar bo'lsin, o'sha raddomdan olib chiqayotganda kiyimlar bo'lsin, faqat shunga mos bo'lgan mahsulotlar, ya'ni sohalar, faqat shunga mos bo'lgan mahsulotlar sotilinadi. Endi xuddi shunaqa hozirgi kunda bizneslar ham uskilashib ketyapti. Mana misol uchun bu qanaqa marketing yo'nalishida ham avval qanaqa bo'lardi? Marketolog deb aytilardi. Hozir uskilashyaptiki, marketing yo'nalishida ham brand marketing, trade marketing, ya'ni brend obro'yi bilan shug'ullanadigan marketologlar bor. Sotuvni oshirish bo'yicha shug'ullanadigan marketologlar bor. Uni ichida katta SMM bor, uni alohida, uni videografi bor, montajyor bor, уже copywriterlar bor, community managerlar deydi. Vaqtida videolar qo'yib borish kerak, ya'ni har bir yo'nalishda uskilashib ketyapti. Bitta yo'nalishga misol uchun savol bersangiz, men videografman deydi, montaj qilmayman deydi. Yo bittasi aytadi, men montajyorman deydi, video olmayman deydi. Xuddi shunaqa har bir yo'nalish uskilashyapti-da. Men aytmoqchi bo'lganim, passiv, ya'ni qo'shimcha daromad qilishlik uchun ham albatta o'sha yo'nalishlar rivojlanyapti. Men misol uchun aytmoqchi bo'lganim, kimdir aktiv daromad, ya'ni misol uchun deylik, kimdir bitta sohaga, mana misol uchun fast food yo'nalishiga qiziqdimi, o'sha sohaga umrini tikadi. Buni hozir xudo xolasa statistik ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Shuni yokida men bitta sohada ishlayman, qo'shimcha pulim bor, uni yana qo'shimcha daromad qilishlik uchun avvallar qanaqa qilinardi? Qo'shimcha daromad qilishlik uchun alohida bir burschatga ham ishlab chiqarib ketavergan, salafan ham ishlab chiqarib ketaverib, bir jiyanni chaqirib, jiyanni olib kelib, o'sha jiyanni bilan o'sha burschatga yoki salafan chiqarib, o'shundan qo'shimcha daromad qilingan. Endi hozirgi kunda qoidalar o'zgardi. Qo'shimcha daromad qilishlik uchun endi bu sohada mutaxassislar ko'paydi. O'sha bozor to'lgandan keyin, misol uchun salafan chiqaraman desangiz yoki salfetka chiqaraman desangiz, o'sha sohaniga umrini tikib kelayotgan, uzoq yillardan beri o'sha sohada professional bo'lib kelgan biznesmenlar sizni bozordan chiqarib yuborishligi tayin. Shuning uchun hozir ikkiga bo'linyapti.
umrini tikib, ya'ni tadbirkorlar, shu sohaga qiziqqanlar biznesini kengaytirish uchun nimalar qilishlik kerak yokida qo'shimcha daromad qilishlik uchun nimalar qilish kerak? O'shani ikkiga ajralib ketyapti. Hozir bugungi videoda xudo xolasa shu ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Endi bitta misol bilan aytadigan bo'lsak, buni Silver Tsunami deydi, ya'ni statistik ma'lumotlar yig'adigan kompaniyalar bor. Bu qanaqa? Mana misol uchun deylik, muvaffaqiyatga erishgan bizneslarni, misol uchun muvaffaqiyatga erishgan biznesni o'sha biznes egasini yoshlarini hisoblab chiqqan. Yoshini, ya'ni biznes egasini yoshini hisoblagan. Endi o'sha muvaffaqiyatga erishgan bizneslarni 100% deb oladigan bo'lsak, 100% deb oladigan bo'lsak, o'shandan 10%ni 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan yoshlar hisoblanadi. Endi 15%ni o'sha muvaffaqiyatga erishgan bizneslarning 15%ni 35 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan yoshni tashkil qiladi. Endi 25%ni esa 45 yoshdan 54 yoshgacha bo'lgan yoshni ya'ni tashkil qiladi. Endi qolgan 50%ni 55 yoshgacha bo'lgan yoshni tashkil qilyapti. Endi bundan nimani ko'rishimiz mumkin? Demak, bitta biznesni muvaffaqiyatga erishtirib, uni bir gigant kompaniyaga aylantirib, uni $1 million olib chiqadigan, ya'ni yillik sof foydani $1 million olib chiqishlik uchun ko'p yillar tashkil qiladi, ya'ni ko'p yillarni talab qiladi. Endi buni nima uchun aytildi? Ya'ni bitta biznesni kengaytirib, undan daromad qilishlik uchun uzoq yillar tashkil qiladi. Shuni hisobiga aytmoqchimanki, agar siz biznes qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha yo'lda ketmoqchi bo'lsangiz, bu yo'nalishda qattiq harakat qilish kerak bo'ladi va uzoq yilni talab qiladi. Endi qo'shimcha daromad qilishlik esa o'sha uzoq yillardan beri risklarni kam bo'lgan, muvaffaqiyatga erishgan tayyor biznesni filialni, ya'ni franshizasini sotib olib, undan qo'shimcha daromad qilishlik afzal bo'lib qoldi hozirgi kunda. Mana misol uchun, deylik Sariq bola pitsa bo'lsin, Bellissimo bo'lsin yoki shunga o'xshagan Oqtepa lavash bo'lsin. Siz shunaqa yo'nalishda siz muvaffaqiyatga erishishligingiz uchun, shunaqa yo'nalishda biznes qurib daromad qilishlik uchun birinchidan ko'p yillar kerak bo'ladi. Qancha tajriba, uni xatolarga yo'l qo'yiladi, uni qancha riski bor, uni qanchalik muvaffaqiyatga erishishlik yoki erishmaslik uni xavfi bor. Ya'ni o'sha soha rivojlanib olib keta olasizmi, yo'qmi? Bunga qancha, mana birgina xato emasda bu. Misol uchun kimdir kadr bo'yicha muvaffaqiyatsizlikka uchrab, biznes bankrot bo'lishi mumkin. Yokida investitsiya bo'yicha, ya'ni pulni to'g'ri boshqara olmasdan turib muvaffaqiyatsizlikka uchrashlik mumkin. Ya'ni yoki biznes partnyor tanlaganda bir noto'g'ri partnyor tanlab qo'yib, uni muvaffaqiyatsizlikka uchrashlik mumkin. Buni muvaffaqiyatsizlik, ya'ni biznesda qulashligiga birgina sabab emas, uni ko'p sabablari bo'lganligi uchun bu juda ham umringiz tikishingiz kerak, vaqt kerak bo'ladi. Undan ko'ra o'sha yillar davomida uni umrini tikib, yillar davomida qurilgan tayyor riski kam bo'lgan biznesni sotib olib qo'shimcha daromadli qilishlik afzal hisoblanadi. Shuni men aytmoqchi bo'lganim, men hayotda juda ham ko'p mana shunaqa xatolarga yo'l qo'yganman. Aytmoqchi bo'lganim, bu darslikdan yaxshi niyatda oldikki, bir kishi bo'lsa ham o'sha xatolikni qilmasdan muvaffaqiyatga erishsa, o'sha umrini agar tejab qoladigan bo'lsak, bu bizni haqiqiy, ya'ni maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Chunki men aytamanki, tarix nima uchun kerak? Mana misol uchun deylik, komonda o'q otildi, shit qaytarmasa o'qdi, shitni nima keragi bor? Xuddi shunaqa siz tarixni o'rganib, ya'ni kimdir mana shunaqa muvaffaqiyatsizlik uchradi, bu yo'l xato, mana bunaqa borish kerak degan narsani o'rganib umringizni tejamasangiz, tarixni o'rganishdan nima foyda? Xuddi shunaqa men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda qo'shimcha daromad qilishlik uchun imonni birorta biznes qilish shart emas. Chunki ko'pchilik aytadiki,
mana buncha pulim bor, nima biznes qilsam bo'ladi, nima qanaqa kompaniya quray yoki qanaqangi sohaga pul tikay degan ma'noda hozirgi kunda ko'p savollar tushadi yoki mesela shunaqa insonlarni ko'p mana shu savol qiynayapti, chunki o'sha bozor to'ldi. Shuni hisobiga bundan keyin 10 ming pulim bor, 20 ming pulim bor, 30 ming pulim bor, nima qilsam bo'ladi degan savollar ko'payadi. Meni xolis tavsiyam risk kam bo'lgan, muvaffaqiyatga erishgan tayyor biznesni franshizasini sotib olib, qo'shimcha daromad qilishlik bu albatta afzal hisoblanadi.